Yandeksda ishlaydigan, вообще taksi sohasida ishlaydigan hamma barcha aka-ukalar diqqatiga litsenziya olish tartibi o'zgartirildi. Litsenziya olayotganda oldinlari 21 yoshdan oshgan hamma haydovchilar litsenziya olib taksi faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega edi. Hozir bu tartib o'zgardi, ya'ni 3 yil stajga ega haydovchi degan bo'lim qo'shishdi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun 30 yoshga kirganida prava olgan haydovchi 33 yoshigacha litsenziya olib taksi sohasi bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmaydi. Bu hozirdan yangilik. Ana endi Yandex sistemasiga yoki boshqa bir agregatorga, Lyuboyga pravasi bor haydovchi ulanishi mumkin, lekin taksi faoliyati bilan shug'ullana olmaydi. Sababi litsenziya ola olmaydi. Litsenziya olmaganidan keyin avtomatik agregatorlar tomonidan taksi zakazlari berilmaydi. Faqatgina dastavka tarifida ishlashi mumkin bo'ladi yoki gruzovoy tariflarida ishlash mumkin bo'ladi. Video manfaatli bo'lishi uchun hamma taksida ishlaydigan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz, podpiska bosib qo'yamiz.